Xo'p, bir singlimizni savolini o'qib beraman. Savol-masu duo qilib qo'yishingizni so'rabdi, nasihat qilishingizni so'rabdi. Assalomu alaykum ustoz. Meni erim O'zbekistonda qamaldi. Ustiga 3 ta statya qo'yishmoqda. Hech kim hech bir xabar ololmayapmiz. Hech kimga ko'rsatmayapti. Meni ham 244-moddani birinchi bandi bilan qamashi mumkin. Men kabi ayollar minglab, bizga nasihat qilsangiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Alloh taolo ofiyat bersin. Avvalo barcha mazluma bo'lgan aka opa singillarimizga Alloh taolodan haq yo'lda sobit qilsin deb so'rab qolamiz o'zi. Chunki hamma zamonda iymon ahli bo'lgan va iymon ahli bilan kurashadigan pir va uni malaylari bo'lgan. Qiyomatgacha bu ahvol to'xtamaydi. Qiyomatgacha bo'ladi bu. Va bu sinovlar har xil holatda, har xil insonlarda boshiga tushadi. Birinchisi, Alloh taolo o'sha iymon ahlidan qilib qo'yganiga shukr, shunaqangi xor bo'lgan haligi dunyosi uchun pul baxt olib keladimi? Yaxshi pul baxt olib keladi. oxiratini sotadigan yo birovlarni dunyosi uchun o'zini oxiratini sotaveradiganlarni toifasidan qilib qo'ymagani uchun. Shu kofirga yaltoqlanadigan, kofirning ishini ma'qullab, kofirga malaylik qiladiganlarni toifasidan qilib qo'ymaganligi uchun Allohga hamdlar ayting. Siz ham, kuyovingiz ham haqni ustida ekan, kufr ahli shunaqangi ta'qibga olyapti. Haq qaysi tarafdaligini ko'rgin kelsa degan Ali roziyallohu anhu. Kofirni otayotgan o'qini qaragin qaysi tarafga ketyapti. Qaysi tarafga ketayotgan bo'lsa, demak, haq o'sha tarafda degan. Mahmud Abdulmo'min degani bor. Bu hizbut bu. Vobshim eshitmasin buni. Bugun islom ummatiga hamma tarafda hujum bo'lyapti, ko'ryapmiz. G'azoga o'xshagan joylarda ochiq oydin ustiga bomba tashlab yuboryapti. Portlab, yonib, o'lib ketsa ham butun dunyo tomosha qilib turibdi. Uyg'urga o'xshagan joylarda umuman ota-onani olib borib, qamab yuborib, bola-chaqani olib borib, hali rezervuarlarga qamab qo'yib, konslagerlarda boshqacha bir tarbiyalayapti. Yillab shu ishlar bo'lyapti. Afg'onistonda mana 20 yil qirg'in-barot qildilar. Myanmada mana ahvolni ko'ryapsiz. Terilargacha shilib olyapti barbax buddistlar. Yana boshqa islom yurtlarida ham o'zi islomni izzati ketgan kundan tortib hammasini boshiga shunaqangi musibatlar qatorma-qator tushadigan bo'ldi. Jumladan O'rta Osiyo ham. Ayniqsa O'zbekiston bilan Tojikistonda juda ham qattiq. Turkmanistonda endi aytmasa ham bo'ladi. Turkmanistonda nimaga ovozi chiqmayapti desa, iymon ahlidan bo'lgan birovga da'vat qilib yetkazadigan odamlarni eskitdan Turkman rejimi olib borardi-da, hech kimga uni javobini aytmasdi. Aksar holatda qatl qilib o'ldirishardi, yo'qsa umuman bir javobi chiqmaydigan joyga qamashardi. Bir qancha birodarlarimiz shunaqa bo'lgan. Endi O'zbekiston bilan Tojikistonda uzoq yillarga qamab, yana o'sha yerda azoblab, ibodatlarga to'sqinlik qilib, yana boshqa shunaqangi ahli oilasiga ham kun bermasdan tashqarida ham shunaqa narsalar bo'ladi. Endi bularning safiga Qozog'iston bilan Qirg'iziston ham to'la qo'shilib qoldi oxirgi mahalda. Rostmana bular ham shu ishni endi narigilarchalik qilmasa ham shularning izidan ketyapti, ozroq qilyapti. Demak, iymon shunaqa narsa ekanki, iymon keltirdim deb qo'ygandan keyin bo'ldi emas ekan. Iymonida sabot bilan tur berishlik ham bor ekan. Shuning uchun sizlarga Allohdan o'zi birinchi sabot so'rayman. Chunki Alloh taolo haq ahlini bo'yniga musibat tushiribdimi? Demak, iymoniga yarasha sinaydi. O'zi iymonsiz odamni bunaqangi iymoniy muhitda sinamaydi o'zi. Rostdan ham haligi archaga tosh otib nima qilasiz? Tosh otmaysiz, nima qilasiz? Bir mevali bo'lgan daraxtda mevasidan umid qiladi-da. Shuning uchun bu kofir ham iymon ahliga indamasdan qo'ymaydi. Ko'pchilik bor shu yerda ham yozadi, hozir ham yozayotgandir balki. Men namoz o'qiyman, menga hech kim indamayapti-ku deydi. O'sha namoz o'qiyotgan joy indamayapti. Chunki islomni namoz deb tushunib qolgansanda, Allohning hukmi bilan o'tiribmiz mana shu yerda. Jumani o'qigin dedi, o'qiyapmiz, to'g'rimi? Farzni. Harom yemagin dedi, yemayapmiz. Ota-onangni xursand rozi qilgin dedi Alloh taolo. Xalifalik qilgin degan bitta ham oyat yo'q Qur'onda. islom bu butun boshli hayotning nizomi, har bitta qiladigan ishini halol haromini ajratib bergan. Islom u namoz o'qib qo'yadigan din emas. Islom butun boshli yashaydigan din. Uning ichida namoz o'qish degani bitta ibodat xolos. Undan tashqari yana yuzlagan Allohning buyruqlari, minglagan o'sha halol harom deb ajratib bergan narsalari bor. Shularga amal qilib yashayman
deb ko'rgin, bir marta aytgin shu gapingni. Aytma shunday ijtimoiy tarmoqda men Allohning shariati bilan yashayman deb yozib qo'ygin, o'sha kuni uyingga 8 tasi keladi. Siz konstitutsiyon tuzumga qarshimisiniz? Siz shariat bilan yashaysizmi deb. Alloh shariat bilan yasha deb tushirsa, nima qilaman? Yashayman deb boshqa variantim bormi mo'min bo'lsam? Bo'lmasam mo'minlikdan voz kechib, men konstitutsiya bilan yashayman deyishim kerak. O'lganimda ham konstitutsiyadan tilovat qilinglar. 16-moddadan 42-moddagacha tilovat qilinglar. Go'rimda tinch yotaman. Men bugundan boshlab shariatni ham, Qur'onni ham tan olmayman deb bo'lmasam yozib ol. Yo'q, unaqa bo'lmasa, albatta bu iymondan yuz o'girgan bugungi tuzumlar mo'min odam mo'min bo'lib shariat bilan yashayman degan gapini o'zi jinoyat. Hali u yashamay turib ham, sen yashashni niyat qilyapsanmi hali? Sizni olib borib tekshirmasak bo'lmaydi ekan. Siz noto'g'ri oqimlarga qo'shilib qolibsiz, olib borib tekshiradi. Demak, opamizni kuyovlari ham demak shunaqangi bir iymon ahlidan ekan. Allohning dini bilan yashagisi kelgan bo'lsa, demak borib tekshiryapti ekan. 244-modda asosan o'sha diniy jamoatlar tuzish deyotgan statya. Alloh taolo shunaqangi iymon ahliga albatta nusratini beradi, ungacha bir qancha sinovlari bo'ladi. Alloh shunaqa sinovlar kelganda sabot bilan turuvchilardan qilsin. Shunaqa sinovlarga sinib qoladigan, shunaqa sinov og'irlik kelib ketib turib, o'sha ro'parasidagilarda aytgan gapiga yuradigan bechoralardan qilib qo'ymasin Alloh taolo. Endi boshqa musulmonlarga murojaat qilamiz. Shunaqangi musulmon birodarlari dini uchun ta'qibga uchrab turgan mahalda befarq bo'lib, bee'tibor bo'lib, shundan iloji boricha o'zini olib qochsam bir, men ham shunga sherik bo'lib qolmayman deyotgan bo'lsa, Allohdan qo'rqinglar. O'shalardan uzoq bo'lib qolginglar kelayotgan bo'lsa, bu sharmandalik qiyomat kunidagi eng katta nadomat. Chunki Alloh sen bulardan emassan sen deb qiyomat kunida ajratib qo'yadigan bo'lsa, holinglarga voy bo'ladi rostdan. Bugungi kundagi tog'utlar, ularning yordamchilari birortasi sizlarga kelib yordam bera olmaydi u kunda. Shuning uchun mo'min odamni yonida ikki dunyo turiladi. Bu dunyoda bir safda shunga hamdard bo'lib, qo'lingizdan kelgan yordam bilan o'sha hadisda aytgandek bir-birini suyab turadigan devorga o'xshaydi mo'minlar degandaqa bir-biringizni suyab turmasangiz, qiyomat kunida ularning safida sizga joy yo'q bo'ladi. Shuning uchun mana shu narsalarga befarq ham bo'lmaylikki, ertaga bizning ehtiyojimiz tushib, Parvardigoro seni bir yordamingdan boshqa narsada umidim yo'q, o'zing yordam bermasang bo'lmaydi degan kunimizda Alloh taolo sen xuddi yordamsiz tashaganingga o'xshab men ham seni bugun yordamsiz tashayman deb yordamsiz tashab qo'yishligidan ehtiyot bo'laylik. Shunaqa mo'min birodarlarimizni haqqi uchun harakatga kelaylik rostdan. Mo'min odamlarning eng asosiy belgilaridan bittasi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgandek, mo'minlar bir-biriga xuddi haligi bir tanani a'zolari bir-biriga qanday bir yaqin bo'lsa, shunday yaqin. Tana a'zolari bitta a'zoyingiz og'risa, butun tana iztirob chekadi. Butun tana bedor bo'ladi. Butun tana istimalaydi. Iymon ahlini ham Alloh taolo shunaqangi bitta tana qilib qo'ygan ekan. Payg'ambar alayhisalom bitta tanaga o'xshatyapti bular. Xuddi shunaqa istimalaydigan, bedor bo'ladigan bitta tanaga o'xshaydi musulmonlar. Agar shulardan iztirob chekmayotgan bo'lsak, mana shu narsalarga befarq bo'lsak, istimamiz ko'tarilmasa, shuni his qila olmaydigan bo'lsak, demak u tanadan emas ekanmiz. Ya'ni u tana bizga begona ekan. O'zimiz haqimizda o'ylanib ko'raylik. Ertaga Robbimizning huzurida, "Yo'q, men ham shularning bittasi edim, men ham mana shu tanani bitta qismi edim" deya olamizmi, yo'qmi? Agar o'shanaqa iztirob, o'shanaqa istima, o'shanaqa bedorlik bo'lmasa, o'zimizni aldayotgan bo'lamiz. Lekin ming aldasak ham Robbimizga ro'para bo'lamiz, qalblardagi haligi sirlar oshkor bo'ladigan kun bo'ladi. Va hussila ma fis sudur deyapti Alloh taolo. Qalblardagi barcha o'shanaqa sirlar oshkor bo'lib qoladigan kun deyapti qiyomat kunida. O'sha oshkor bo'lib qolgan kunda Alloh sharmanda qilmasin. Allohdan so'raylik. Va bugun jonimiz tanamizda bor mahalda mana shunaqangi ishlarga befarq bo'lmaylik. Shunaqangi iymon ahllariga befarq bo'lmaylik. Qo'limizdan kelgan yordamni qilaylik, qo'limizdan kelgancha o'sha safda birga turaylik. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videolarimiz tez-tez chiqib turishini istasangiz videoga like bosing. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Videolarimizni boshqalarga ulashing. Albatta ulash uchun ham amal qilganlik savobini oladi inshaalloh.